Sizlarga uy topib qo'yganman. Farg'ona shahar. Qayerdadir manzili? Aeroportda uyimiz sotilayotgan 8 sotik. Xullas bu uyimizda 3 ta xonadan bemalol yashoradi. Chol kampirga uyimiz bor, kelinko'yga uyimiz bor, mayda-mayda pola uyimiz bor. Общий 10 xonali sotilayapti. Uyimiz zo'r, svet suv gazdan vashi muammo yo'q. Uyda birgalikda yengil ko'p chiqamiz. Yo'qsa telefon qilamiz, olib kelaman, uyni ko'rib baraka qilaverasiz. Farg'ona shahar aeroportda uyim sotilayotgan. Holatda o'zimizning eski hovli uylar. Kirganda chap qo'lda bitta xona, ikkita xona, uchta xona, to'rtta xona. Ag'da 4 ta xona, 8 ta xona uyimiz tomonda bor. Siz kirasiz, kuzataverasiz. Kirganda chap qo'lda bitta xona bor. Endi batimiz holati yaxshi. Kamin pechkalarimiz bor. Devorlar, tevalari nima ekan? DVP ekan. Taylar pol qilingan, eshiklar taxta. Devorlar travernik qilingan. Ikkinchi xonamiz kamin pechka bor. Balandligi yaxshi. Xonalari yaxshi. Svet suv gazdan вообще muammo yo'q degan joydan. Darvozaxona yaxshi, teva plastik qilingan, travernik qilingan, tayi kiroshkani ukasi. Bu tomonda ham xonamiz bor, chiqarasiz, bu akvarom ekan. Va akvarom. Bu tomonda 2 xona uyimiz bor ekan, kiraveramiz. Ranglari, svetlari yaxshi, tevalar duvib qilingan. Hadi 2 xona bor, akimlar qo'yib, bolalar bor ekan. Bitta otaxonning uylari, baqa alohida kiramiz. Qarang endi. Boyaki, qarang. Katta sahna, ha? Uzumlarimiz bor, oz kesib qo'yganmiz. Yozda mana shunday chiqarasiz. Xomtib qisiz cho'tki uzumingiz. Husayn bor, Hasayn bor, Rizamat bor, ekasi deysiz. Va onamiz bor. Bu tomon yangi qurilgan, qarang. Uyimiz aytib o'taman, pishig'ish emas, xomg'ish paxsa qilingan. Paxsa bilan qishda issiq, yozda sovuq bo'ladi. Sesma qo'yilgan armatura, duftor tashlabdi. Mana bu duxtavr tashlagan ekan mana. Holati yaxshi. Sekin chiqamiz. Endi bu tomonda kelajakda o'zingiz xudo xolasa remont qilaverasiz. Tarsillatib ko'tarma ayvon chiqasiz. Qarang mana to'sinlari, vasalar, qarang uni duxtavrmi, shivellimi nima tashlashgan. Qurilishga nimam yo'q, tushunmayman. Ozmi kelgan gapiryapman. Bundan to'g'rilab olasizlar. Xo'p, bu tomonimiz katta terrasa, hammom bitgan ekan mana, hammom bor, adison bor, kafillar urilgan plastik. Xo'p, endi bat xona, qarang, xona zo'r. Mumsoq qilingan. Batnam xona, maytga kelajakda kamin pechka qilaman degan ekan uy egasi. Agar gazni rasul ko'paytiraman deydigan bo'lsangiz, bitta atabini qilib olsangiz, cho'tki bo'ladi. Paxsa, endi paxsani bilasizlar. Zo'r. Paxsani uyini xo'p, katta ayvon bo'lsa, maytga katta terrasa qilasiz, akvalarni qo'yasiz yoki ayvon qilib qo'yasiz. Bu tomonimiz oshxona kelajakda. Akvarom, qarang mana holati. Oshxona, uni kanalga tushibdi, suv tushibdi, gaz tushibdi. To'sinlari zo'r. Endi bu tomoni 7 metrli mehmonxona. Kattagina mana mehmonxona. Xona, endi bitta stajga qilasiz, to'pli pol qilasiz. Siz uy bitdi. Xo'p, bu tomonda yerimiz bor, огород qismi onorzor ekan. Agar yuragim baquvvat bo'lsin degan bo'lsangiz, onorni yetishtirib, har qishda onorni kuniga bittadan yergan odam tarasida bo'lmas ekan. Kamqonlik bo'lmas ekan. Baquvvat, zabardast bo'lib yurar ekan. Kelaveramiz. Endi bu xo'zdivor. Mana onorzor baqi. Holati yaxshi. Xo'zdivor, qarang, kattagina joy. Mana bu yerga ham kelajakda, misol uchun, bu yerga ham uy solsa bo'lar ekan. Mana duolda ag'ida eshik bor, yana bir soti yeri bor. Hurmatli operator, aytdi, o'tin, potin, suv ochgan dahana joy bor ekan. Qo'yxonamiz bor. Bu tomonda mana yana xona, choli kampirga xona. Ketib kiramiz. Hat. Bu hammom ekan. Kiraverasiz. Talash qilib qo'yasiz. Olmay qo'yamiz. Временно. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Kiraveramiz. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona shahar aeroportda bo'lyapti. Uyimiz 8 sotik.
Adashmasam 8-9 xonali uy sotilyapti. Narxini 120 ming AQSh dollari deyapti. Savdosi imkoniyat bor. Mobilda yoqadigan bo'lsa telefon qilasiz, birga ko'ramiz. Bu tomondan kelsangiz, avtosalon tomonidan kelasiz, bunday yurasiz. Bu tomondan kelasiz, Istiqlol stadion tomonidan kelasiz. Bu tomondan kelsangiz, Adliya boshqarma tomonidan kelasiz. Xullas mahallaning ichida joylashgan uyimiz. Yo'qsa telefon qilasiz, birga ko'ramiz. Uyni ko'rdingiz, holatlari zo'r mana. Bir qadar ko'rsatib boraman. Zo'r. Inshaalloh Xudo xolasa yaxshi. Agor qismlari, yo'lzorlarimiz bor. Uyda holatni mana. Kattagina joy.